xotin Ke dadangga ko'rsat o'zingni ke. Xotin qila. Ma dadangni ko'rib gaplash. Xotin qila. Xotin qilcha. Qilcha. Xotiningiz telefon qilgan vaqtiga urishganda buni esiga qolgan. Xotin qila. Qo'lcha bilan xotin quli. Dadang bo'ladi o'g'lim, unday dema bolajon. Nimaga? Unday dema o'g'lim. Xotin qilimi, xotin qilimi. Unaqa dema, tilingni kesaman, dadang bo'ladi, dadajonim de. Xotin quli. Pul beraman dedi o'g'lim, dadang. Xotin quli. Bermasin, pashol. Dadasi, aneni o'zingizda aybingiz, ana mehr berish kerak, telefon qilib turish kerak edi vaqtiga. Ularnikini yetsin. Sen hamma bo'ladi, sen sabırsan. Ya, men nima qildim, dadasi faqat meni aybdor qilasiz, o'lay. Sen abi bo'lyapsan, baqa. Menimi o'g'lim? Dadani. Unday dema, dadam de. Dalaman, balon. Tilingni tiy, balam. Pashol. O'g'lim, tilingni tiy. Tutma. Ko'rdingmi? Dadajon bo'ladi o'g'lim. Mani dalamas, mani balon. Nimaga dadang bo'ladi, dadajon deding. Telefonga gaplashding-ku u kuni o'g'lim. Senga mani dalamas, mani balon. Tushundingizmi? Hammasiga sen aybdorsan. Men hamma narsaga meni aybdor qilmang dadasi. Nima qildim men? Ha, nima qildim? Ha? Sen aybdorsan. Men nima qildim? Ha, aybim nima? O'zingiz uylanib ketdingiz, bechora dadam deb qidirib telefon qildi, xotiningiz urushdi. Men uylangan bo'lsam, kim sababli uylanding? Hop, nima sababli uylanding? Ha, sabr qil, men ham yerga tegib chiqsam, 10 ta yerga tegardim, sabrsiz. Men ham Hop, shoshma. Men o'zim uylandimmi? siz uylanganingizga ham men aybdormanmi endi? Men o'zim uylanib ketganmanmi? Men aybdormanmi siz uylan? Sen o'zim uylanib ketdimmi? Nima zo'ravonlik qilasiz dadasi?